Odam paydo bo'lishiga erkak va ayol organizmi 50 ga 50 xizmat qiladi. Homila rivojlanmasa, o'smasa, tushib qolsa, har doim ayol aybdor hisoblanadi. Lekin bugun men patologik homiladorlik, puzirniy zanozga erkak urug'i 100% sababligi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Sog'lom ayol tuxum hujayrasi 23 xromosoma nabori tutadi. Sog'lom erkak urug' hujayrasi 23 xromosoma nabori tutadi. Ular qo'shilgach sog'lom embrion paydo bo'ladi. Puzirniy zanozda sog'lom tuxum hujayraga kasal urug' hujayra to'g'ri keladi. Kasal urug'da 23 xromosoma nabori o'rniga xromosomalar soni ko'payib ketadi. 46 xromosoma nabori paydo bo'ladi. Bunday homiladorlik patologik homiladorlik hisoblanadi. Ayol o'zini homiladorman deb hisoblaydi, testda положительный chiqadi, HGC qonda положительный chiqadi, toksikozlar boshlanadi, ayol xursand homiladorman deb o'ylaydi. To'satdan qonli ajralma kelishi boshlaydi. Ayol o'ziga kelsa, homila o'rniga xoryon to'qimasi o'sgan bo'ladi. Buning bitta davosi bor. Faqatgina abort. Abortdan keyin nazorat, davolash, keyingi homiladorlikka tayyorlash bizning zimmamizga kiradi. Puzirniy zanoz haqida eshitganmisiz yoki sizda uchraganmi? Qanday savollaringiz bor? Kommentariyada qoldiring, barchasiga javob beraman. Undan oldin esa sahifamga obuna bo'ling.